Qani ilohomin, ushul videoni ko'rayotgan akalarga ushul mashina nasib qilsin, jo'nli bekerga shu iyiq Ramazon oyida bir duo qilib qo'yaylikmi. Xudo qalsa sizniki bo'lib qolsin. Amin. Allohu akbar. Xudo qalsa bir like bosib qo'ying. Shu mashinani Xudo qalsa sizga bekerli beramiz. Buni sharti qanday? Jo'nli El Magazin Instagram barachasiga qattiqlasiz. Beringlar, podpiska bosib ushul mashinani olib ketsangiz bo'ladi-da. 1000 so'mni savdo qila turgan bo'lsangiz, bir sertifikat, 10 ming so'mni savdo qila turgan bo'lsangiz, 10 ta sertifikat beriladi. Buni jeyintig'in yaqin kunlarda 10 kun narsa bersinda srazile o'ynatib, o'shul esini tavoq suda qalsa, ayit bayramini o'shul mashinani Xudo qalsa sizga beramiz. Men ko'rtas bu mashinani negizi 3-400 ming bo'lsa kerak deganasini men bilmayman. O'shul mashinani Xudo qalsa 10 kun, 15 kun nar bersinda srazile esini tavoqmiz. Men Bishkekdan javob bo'lsa, mana shahrindaman. Menda qaytsam bo'ladi desangizlar, ova bo'ladi. Bizda El Magazin Aravonda bor, Aravon shahrida bor. Bilasiz, Aravon shahrida 90 yillik bo'lgan yerda bor. Qizilqaya bozorda bor. Bozorda sentrindele o'zingiz ko'rdingiz, o'shul yerda. Tak, Qarasuvda bor. Qarasuv bozorida Yevropa Plus qatorida. Yemi O'shda bor. O'shda Alay gazetasining tushunda, ikkinchisi Zaynab Kurgoyda janindele. O'njoqda do'stlik bor-ku, mana do'stlik. O'shul do'stlikda, do'stlik chegarasining janindele, o'shul El Magazin. Yemi Xudo qalasa sizlarga hozir aytgan yerlaringizda savdo qilib keta turgan bo'lsangiz, sizga sertifikat beriladi. 1000 so'mni savdo qilsangiz, bir sertifikat, 10 ming savdo qila turgan bo'lsangiz, 10 ta sertifikat Xudo qalasa beramiz. Jo'nli ushul Instagram barchaga qattiqlab, ushul mashinani esi bo'lib qolingiz. Xudo qalasa sizga dağı nasib qilsin. Biz Xudo qalasa ushul iyiq Ramazon oyida siz uchun duodamiz. Siz dağı duo qilib bir like bosib do'stingizga jo'natib qo'ying. Ushul mashina Xudo qalasa sizniki bo'lishi mumkin. Jo'nli bunday hech kim qilgan emas. Jo'nli bir podpiska bilan ushul mashinani esi bo'lib qolsangiz bo'ladi. Savdosi bilan.